qadrli ko'rman do'stlar, ko'rayotganinglar, ko'zinglarga, dilinglarga oromlik berib kelayotgan elchi programmasi. Programmamızın her sonunda biz yaşlarımızdaki özgüçü hikayelerine kulak silyapmiz. En muhimi ularning naq maydondagi coşkun va yoki tushkun qiyofetlarini tahlil qilyapmiz. Programmamızın tajdorligini özgüçü tanqid tutqulari bilan iste'molchilarning olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Cho'ng Ustam yemaklik ishlab chiqarish cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Programmamizni Şinjan Fasl xalqaro savdo cheklik shirkati alohida qo'llagan. Har san programmamizga bizga kuch, madad bo'ladigan ustozlarimiz bor. Undaq bo'lsa, ustozlar bilan tanishib o'tamiz. Şinjan Subiy advokatlik o'rnining hamkorlashuvchisi, Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonlik ayollar birlashmasi mutaxassislar ombirg'i tizimligiga kirgizilgan advokat Pishqan Qobil Hadam Fatigul Abduqodir. Qarshi olamiz Fatigul Hadam. Psixika maslahatchisi sevimli do'stimiz Ali. Qarshi olamiz Ali. Qani bugungi sonimizga qaysi qizlar qatnashadigandir? Biz bugun qizlardan ko'proq so'rash orqali ularning oilasi haqida ko'p tafsilotlarga erishimiz. Bu turdoshlarimizning alohida taklifi ham talabi. Qani qizlar, marhamat. Salom. Elchi programmamizning yarışıqlari, chiroyli qizlar, xush kelibsizlar. Men qarab baxsam bugun yangi kelgan mehmonlardan 2 nafar qiz bor ekan. Bu yoqdan 6-nomerlik singlim, bu yoqdan 7-nomerlik qiz. O'zinglarni bir tanishtirib o'tamsizlar? Yaxshimsizlar, men ismim Nurbiya, o'zim shu Xotandan keldim. Nurbiya, nima ish qilasiz? Odatda ishlayman shirkatda. Shirkat xodimi. Elchi programmamizni bundan burun ko'rganmi? Bek ko'rmaydim, lekin ish qilib ko'rgandim. Yaxshi ko'rganmidingiz? Chiqishni orzu qilganmidingiz? Chiqib jiddiylashaman deganda o'ylaganmi? Rost jiddiylashdingiz, a? Yilg'icha ko'nib qolasiz singlim. Chunki biz rost shaxs, rost odamlarning hikoyasi bilan uchrashimiz. Ham o'zimizning shunday o'ylaganlarimizni bayon qilamiz. Shunga jiddiylashishning qilcha hojati yo'q, a? Rahmat. Qani, 7-nomerlik qiz o'zingizni tanishtirib o'tamsiz? Men aytmam Ayguzal. Ayguzal. Siz nereden? Men Xotandan, O'rincha turaman. Xotandan. Rahmat, qarshi olamiz. Rahmat sizga. Ayguzal bilan Nurbiya bizning bugungi sonimizga yangidan qatnashdi. Bu chiroyli qizlarni qarshi olamiz. Uningdan boshqa qizlarmi bundan burungi sonlarda izchil bizga hamroh bo'lib kelgan. G'oyalarni biz tushirishga ko'zimiz qiymay, sahnada ip qolgan vaqtlar bo'lgan chiroqlarni zo'rlab o'chagizib o'tib degandek, maskanmidi deb qaragan vaqtlarimizda. Endi biz bugun qizlar sizlar bilan oilanglar haqida ko'proq paranglashishni o'ylab qoldik. Chunki programmamizni ko'rayotgan nurg'un tomoshabinlarning istigida sizlarni faqat sirtdan bildi, sirtdan tonidi. Hatto ba'zi o'qishmaslik tufayli sizlarga to'g'ri baho berib bo'lmadi. Sizlar qanday oilaning qizlari? Sizlarning o'ylayotganinglar nima? Sizlar qanday muhitda cho'ng bo'lgan? Mana shu haqdami biz ko'proq bugun fikrlashimiz. Undaqda sizlarning shu yurak so'zinglarni anglashni xohlaydigan yigit kim u? Biz oldindan ekran qaraylik. Yaxshimsizlar ko'raman do'stlar. Dilmurod bo'laman. Bu yil 24 yoshga kirdim. Kasbim aktyorlik. Hozir ma'lum bir shirkatda ishlayapman. Ishdan sirtqi vaqtda aktyorlik kasbini qilyapman. Elchi programmasi kelishdagi maqsadim bo'lsa, menga hamdam bo'la oladigan, meni qo'llaydigan, izchil yanimda tura oladigan bir qiz bilan tanishish. Qani Dilmurod, sahnaga marhamat. Yaxshimisizlar ustozlar? Hammaning oqshoti xayrli bo'lsin. Yaxshimi ukam? Xush kelibsiz. Aqsa Onsudan dedingiz-a? Hozir shug'ullanayotgan kasbingiz nima? Aktyor. Aktyor. Biror rollar chiqib baqdingizmi? Chiqib baqdim. Masalan, u biroz salon yoki bo'lmasa bir tarqitish vositalarida qo'yildimi? 2019-yili Kıznak programmasida Yejachin kinosida rol olgan. Kıznak programmasida. Bir qisqa filmdek. Mikrofilm. Mikrofilmda rol olibsiz-da. Qanday bir balning rolini yaratdingiz? Katib. Bir boshliqning katibi bo'lib. Boshliqning katibi. Odatda boshliqning katibi sizlar qizlar ko'z oldingizga keladi. Boshliqning katibi o'g'il bola bo'lsa qanday qildigandi? Masalan, men boshliqingiz, men xizmat doklad qilib beringmi?
Yaxshimisiz boshliq, bugungi o'rinlashtirgan ishlarni hammasini o'rinlashtirib qo'ydim. Qolgan ishlarni ham deydi. Katlar qaraganda xo'jdarlarga ko'proq o'xshadingizmi? Izchil kasb bilan shug'ullanyapsiz, albatta tashlab o'tgan ishlar bormi? Allah tashlab o'tgan vaqt bor. Üzükçülük bormi? Bor. Demak, kasbda biroz üzükçülük bo'lgandan keyin darhol yana ishiga sho'ng'ib kirish tasga to'xtaydi, ha? Lekin uyda opamni bek ishchanbek tomoq ustam, men shu opamni do'rab endi tomoqim ham usta, uy ishlig'im shunchalik puxta degandek, turmushim ham shunchalik astaydi. Uyda asosiy har qanday tomoqni ham asosiyatdan tomoqlarni italayman, non yaqalayman. Non yaqalayman dedingizmi? Non yaqalayman. O'ylanglarda undaq bo'lgan tunur bormi? Bizning Pinfan uyda to'nomi bor. U to'noni shu opam ikkimiz o'zimiz sog'an. Ha, undaq bo'lganda, xumarim siz odatda sirtdan non olamsizlar, asosli ana bola chiqqanlar uyda yaqqan nonni yemsizlar. Asosiyatdan ham men shu do'konda aldirash bo'lmasa, men o'zim tijorat qilmamasman. Aldirish bo'lmasam ham opam bilan ikkimiz shunday ko'ngillikni yaqimiz. Sen yaqa deyishib, to'nob ishida men to'liq telefon o'ynab rasm tortib, opam ikkimizga ko'ngillik o'timiz chiqilib. Lekin tag'amlar kelib shu uydan qattiqroq ishlarni qilib, qilib berdi hamdi. Bir uyda shu bir qiz, bir ana bo'lgandikan, hamdi biza japaliq, lekin yangi ailemning bir xil ashaoltini bek yaxshi ko'raman. Dadangiz o'lib ketganmi? Dadam tugab ketgan. Undaq bo'lganda, hamda opangizning arzusida sizni tezroq uylik o'chaq qilg'isi bormi yoki sen kichik deb turamdi? Hamdi opam turmushda hamdi meni ko'z qarashimga bekrak yo'l qo'ydi. Nim desam ma'qul deydi. Men o'zim onasiga uyda bir tallam ak cho'g'an bir xil nima erkin ozoda turmushimda bir qonun ilqini bir xil manda qilsam bo'lmaydi, nada qilsam bo'lmaydi degan ishlar bo'lmagan, bir xil erkinlik bor turmushimda. Qachon qilsam bo'ldi hamdi. Har san siz chiqqan elchin opangiz to'liq ko'ryotamdi. Har san nimda baho berdi sizga? Shu sen ularni yaratmadingmi, ular seni yaratmadimi deydi. Lekin shu bu yerdan men chiqishamay qolamanmi? Yana lekin balkim shu peshanimiz bitilmaganda deb o'tirman. Lekin qo'shni qo'limlar kirib, voy qizingizni shunda elchi programmasida ko'rdik. Voy nimanda umoq chiqandi, nimda zunaqlari umoqdi deb doimo shunday ko'p ta'riflashlarga uchrayman deb shu elchi chiqqandan beri. Qo'llash madadlarga erishib yetibsiz, ha? G'ayrat qiling. Rahmat. Qani, qolgan qizlardan manglaylik. Amanisa, sizning oilangiz haqida men o'ylab baqsam, o'zimni ishni muhmaydi ekanman. Uydagilarning hozir ahvoli yaxshimi? Salomat ahvoli yaxshimi? Salomat ahvoli. Sizni elchida ko'rib, opangiz, dadangiz qanday baholadi bo'ldi? Boshqa bir narsa demaydi, shu men yo'l qo'ydi asosan. Andin siz o'zingizning tanlash bo'yicha bo'lsin deydi. Bo'ldi. Opamning eng yaxshi ko'rdigani bo'lsa, masalan, men hamda bu kasb manchik vaqt qilgan keyin, mancha yil bo'ldi. Shunga qizimning hamda hech bo'lmagan ish kasbini qo'llaydigan, hech bo'lmaganda o'xshash bir kasbning bo'lsa, texi yaxshi. Agar bo'lmay qolsa, shu kasbini qo'llab, bu kasbda mayli vujri famiyan bulamdi, mayli jismoniy jihatda, mayli jinshin u bu familiyalardan cho'qim, masalan, boshqa kasblarga qaraganda yuqoriroq talab qiladi hamdi. Men bir qizol bo'lgan keyin tekshirishyapman. Sizni qo'llab-quvvatlaydigan bir yigitning yiningizda paydo bo'lishini orzu qildi ekanda, cho'g'lar. Bo'ldi, rahmat. Men kichigimdan boshlab cho'ng opam, cho'ng dadamning oldida cho'ng bo'lgan. Men eng kichiki 4 akam, 3 ocham, işte bir mehr-muhabbetlik ailedanmisining? 4 akangiz, 3 ochingiz. Demak, sizlar 4 qiz, 4 o'g'il. Ya, bu mening dadamning ukasanlari. Tağamlaringizmi? Men işte bir mehr-muhabbetlik ailede cho'ng bo'lgan, hammasining mehr-muhabbatiga erishib, shu uy ishlariga, turmushimga aytib, puxta, mas'uliyatchan shunda bir qiz bo'lib yetildim. Singlim, ota-onangizning endi turmay, cho'nglarning endi cho'ng bo'lishingizda alayda bir sabab bormi? Ya, alayda sabab yo'q. O'qishimga qulaylik bo'lish uchun, işte kichigimdan boshlab hem ota-onangizning xizmatiga qulay bo'lsin uchun, hem sizning o'qishingiz qulay bo'lsin uchun. Hozirchi hozirgi muhitingiz kimlar bilan turyapsiz? Hozir
Ali mektebini büttegiçi şu çoğ apam çoğ adamdan yanında tudum. Ali mektebini büttirip bop, üzerine ailesi qaytıp kettim. Çoğ apam tügep geçi sebebidin. O'zingizning oilasiga qaytib kelgandan keyin endi bek uzun vaqt turmaganda oilada. Masalan, haftada bir qitim shanba yakshanbada ko'rishingiz mumkin ota-onangiz bilan. Bir xil orliq bordek his qilamsiz yoki orliq yo'q his qilamsiz? Şu apamning do'stimdek his qilaman. İşte en yakın dostumdek mesela birisi bilan tanışsammi, o'g'illar bilan tanışsammi, maslahat so'rayman, deyman, maslahat berdi, işte do'stdek o'timiz. Yaxshi ekan. Mening ansirgan nuqtamda ilqi masala yo'q ekan. Men ham cho'ng opasining oldida cho'ng bo'lgan, opasi bilan bo'lgan munosabatda cho'ng opasidan ayrilgandan keyin bir xil orliqni tangshab bo'lmay qiynalgan yeri bormidi deb so'ragandim. Ya, ona pek suyundi, ish qilib cho'ng opamdan ham işte men bunchalik tarbiyalanmas bo'g'itdim, oila ishlariga, turmushga bek pishibsiz deb qilchilik ansiramaydi mendan turmushda. Rahmat. Qani sog'lim. 5 bala. Chiqatjam, bir akam, bir enim bor. Men bana 4-si. Men bir qatam to'y qilib ajrashib ketgan. Ajrashgani 2 yil bo'ldi. Farzandingiz bormi? Yo'q. Ajrashgandan so'ng men hozir opam bilan turibdim. O'rikchida. Cho'nglar bilan birga turyapmisiz? Bo'ldi. Şu men bana en çoğu öydükler bek amrak dadamı ba apamı ba şu Neçe balasız? 3. Üç bala. Bana çoğu bir daha sanırım bilen bir inim ba. Ular şu çocuğunda okuydu. İşkanlarning ailesi o'xshab ketadigan Ayzadan bilan balalarning cho'ngi bir inim bir singlim to'liqsiz o'tirdi o'qiydi. Demak, men o'rtaqlik bilanmi yodingizda qolsizlar-da mana. Qani singlim sizchi? Ustozlar yaxshimisizlar? Mayrada yaxshimisizlar? Murat xush kelibsiz. Mening oilam bo'lsa, mening oilam bir san'atkor oilasi hisobda. Mening dadam taraf 3 avlod san'at bilan shug'ullangan. Biz 5 bala. 5 bala undan 4 tug'al, men bir qiz. Men balaning 3-chisi. Meningki akam, undan aqin bir enim 3imiz san'at kasbi o'qigan. Akam da Aqsun san'at maktabidan keyin top kasbida. Enim muzik ma'rifi kasbini bitagan, men usul kasbini bitagan. Keyin meningki orzuyim o'zgarib ketib, men boshqa sog'lomlik kasbiga o'tib ketib, o'zimning usul kasbini tashlab ketib, men kasb bilan shug'ullanaman. Usul kasbida o'qiganman. Usul kasbida o'qigan, lekin usul kasbimni namoyon qila olmayman. Keyin men qiziqishim o'zgarib ketiblam. Keyin men sog'lomlik kasbiga kirib ketib, men kasb bilan shug'ullanaman. Hozir 4 yil bo'ldi. Pushaymon qilamsiz? Qilmayman. Hozir kasbingizni yaxshi ko'ramsiz? Hozir kasbimni yaxshi ko'raman. Buning kiyinligi bor kasb. Lekin o'zimning usul kasbimni yaxshi ko'raman. Uning bir xil, yana bir xil usul o'ynagan yoki bunday birlarni ko'rsam, boshqacha qilaman bor. Bizning oilamiz shunchalik endi o'zimning oilamni qisqacha tushuntirib o'tsam, bizning oilamiz men dadamdan 8 yosh vaqtim qolib qolgan. Apam biz endi uchimizni o'qitdi da shu hisobda. Unda bo'lgandan keyin kichikimda shu akam bilan uyda dab chelib, tambur boshqa milliy sozlarni chalsa, men usul o'ynaydim. Enim naqsh 7 yoshida bir xil ko'ngillik bir oilajon bo'lgan. Hozir shunda xushal o'zimni xushal his qilman. Rahmat. Rahmat. Hammanglarning baxt hikoyanglarni angladik. Demak, mukammal bir oilada cho'ng bo'lish, shu oiladan huzur tepish, kuch tepish deganmi ajoyib cho'ng mukofot bo'ladi ekan. Rahmat, xo'sh, Dilmurod. Endi o'zingiz qiz qilayotgan doirada o'zaro fikr almashtirib beqing. Boshqa sonlarni ko'rib baqdim, qizlardan so'raydi-da. O'g'illar qanday bo'lsa yaxshi ko'rasiz. Undan keyin anchangam nima qilib bexatarlik tuyg'usi, undan keyin qanday o'g'illarni yaxshi ko'rasiz degan savollarni hammasini so'rab ketdim. Men bo'lsam badan shakli qanday o'g'illarni yaxshi ko'rasizlar? Qizlarninki ko'z qarash qandayki uni bilmadim hamda mening bo'yamning egizligim tug'imim ichida egiz bo'lganiki men 1.70 necha chiqaman emasmi? Shuning chuqum menda egiz bo'lgan deb o'ylayman. Mendan pakavus men o'zimni chuqum beyaram his qilman. Bo'lsa menda ustixonroq bo'lsa, mendan egizroq bo'lsa, endi ish bo'lmas bir mansaqmi yo'lda bir bunday qo'lishib mansaq deb asta o'ylayman shu. Tembel, sal cho'ngroq bo'lish kerak ekanda, Zulxumar. 1.70 necha degan gap, oz deganda 1.80 dan yuqori o'g'ilvola bo'lmasa, Zulxumarning talabiga tushmagidek. Qani, Amanisa sizchi? Bo'y egiz, o'roq bo'lsa, unda beslik bo'lmasa mayli deb o'ylayman. Dilmurodni da'vat qanday qildingizga? Ayzadam.
Mening onunğa pek talabim yo'q. Lekin cho'qim mendan egiz bo'lish kerak. Paka bo'lib qolmaslik kerak. Bu egiz bo'lsa, qomatlik bo'lsa degan butun qizlarning orzusi bo'lsa kerak. Mening shunda bu egiz shu tantarbiya jihatda aloyidligi bor. İşte o'g'illarni topsam deb o'ylayman endi. Sahnada turgan hamma qizlar asosan mendan egiz bo'lish kerak degan talabni o'tirib qo'ydi. Demak, egiz o'g'illarni asosan hamma qizlarga yoqtirdi ekan. Dilmurod, bu jihat imtihondan o'tdingiz. Egizkansiz. O'zingizga ishonib turing. Menimcha mush savolni o'zingizga bo'lgan ishonchingizni so'radingiz-ku deyman, ha? Shunday desam bo'ldi. Men so'rab baqsam, masalan, siz hozir mashaydan bir so'zlanib ketdingiz deylik. Mana, masalan, ikkimiz yurdik deylik yoki yurib to'y qildik. Andan keyin masalan sizning ayolingiz yoki muhabbatingiz, qiz do'stingizning kasbiy aldirash bo'lib, shu aldirashchilikda masalan siz hozir yolg'iz bola, ota-onangiz bilan birga turishga qattiqlik vaqti bo'lmasa yo cho'nglarni qaraydigan vaqti bo'lmasa siz bunga qanday qaraysiz? Xizmat munosabati bilan cho'nglar bilan birga turib ota-onangizni shovshun qildiganga bir fursat bo'lmasa siz buni qanday qaraysiz? Men buni to'g'rishiman. Lekin izchil xizmat sababi bilan 3 oydan eshib yoki 4 oydan eshib ketsa, uningga men xushlanmayman. Amsi yana bir savol, masalan, muhabbatingiz bilan to'y qilgandan keyin siz ota-onangiz bilan birga turman deysiz, lekin muhabbatingiz bo'lsa, xizmat munosabati yoki bo'lmasa boshqa bir sabablar bilan ikki odam yolg'iz tursak deganni talab qilsa, siz buni qanday masalani qanday chechmoqchi? Hal qilmoqchi? Albatta, orim turaman-da. Bo'ldi. Buning uchun savolni so'rashdan burun bilishimiz kerak narsa. Demek yo'g'ini o'zingning ayrim tug'sami yoki muhabbatingning talibi bo'yicha ayrim turamsan? Men yangi to'y qilgandan keyin 5 yil jarayonida orim turaman. O'zingning planasi shunday shundami? 5 yildan keyinchi? 5 yildan keyin uyda mening boshqa bola yo'q. Cho'qim men boqmasam bo'lmaydi. 5 yildan keyin balkim sizning farzandingiz bo'lishi mumkin. Bal bilan qo'shib cho'nglarni akib olish maqsadingiz bormi? Bir öydümü yoki o'zingiz ishlab pul tepib, yana bir uyni ilib yiqara qalat o'tirishmi? Yo, bir uyda. Chunki cho'nglarning mo'minda ish cho'ngayib qoldi, ashulashdi. Ma'qul. Bir bola bor deb turaylik, o'tirliqda. Bir farzandingiz bo'lib tursa, ikki cho'nglarni ekib olsangiz, demak bu uyda 5 jon bo'ldi degan gap. Men kichikimdan izchil shunday deb o'ylayman. Cho'qim opam men cho'qim o'z qo'lim bilan qirib yashanguncha o'zim bir qo'llab boqaman deb o'zimga va'da bergan. Apangiz-chi qanday qaraydi? Apangiz mushu o'y fikringizni bilamdi? Bildim. Bilib tursak bo'ladi deb o'ylamdi yoki yo'q bolam sen o'zingning turmushini kechirib bergan, menmi o'z oldimga mustaqilroq turishim kerak deb o'ylamdi. Uningga mening talashim hurmat qildi. Sizning talashingiz hurmat qilamda. Siz paranglashib boqqanmi shu yoqda? Qizlar sizlar mush masalaga qanday qaraysizlar? Masalan, yangi to'y qilgan vaqt cho'qim hozirgi vaqtdagi yoshlarning xizmat munosabati yoki bo'lmasa yosh munosabati bilan chiqlari cho'nglar bilan birga turishni tanlamaydi. Lekin yana ba'zilari bo'lsa to'g'ri deb tanlaydi. Lekin mening ko'z qarashimcha bo'lgan vaqtda biror vaqtlardan keyin to'y qilib, masalan, ikkalamiz tang bir yerdan hozir masalan bu tarafningmi aktyorlik kasb bo'lsa, meningmi masalan muallim yoki naqshaman keyindan cho'qim bir yerdan muqim turolmaydigan ahvollar bo'ladi. Men cho'qim kasb munosabatan bir yerga uyanib ketaman yoki komandirib chiqadigan ishlar bo'ldi yoki bir 2 oydan bir sahnadagi bir tajriba bir narsani paydo qiladigan vaqtlar bo'lib qoldi. Lekin meningcha bo'lgan vaqtda, ashta vaqtlarda men cho'nglar bilan birga tursam, kelin bo'lishib mana masalan shu живут责任tamdo qandi shuni men ado qilolmaganda kes qilaman. Shunlashqa to'y qilib ma'lum bir vaqtgacha hozir deyilayotgan gap 5 yildan keyin birga turman deydi. 5 yilgacha birga turmayman cho'nglar bilan. 5 yildan keyin cho'nglarni ekib olaman deydi. Ekivasi bo'ldi, lekin mening ko'z qarashim shu. Ammo o'zim cho'nglar bilan birga turgandan keyin u ishlarni undayliqi jiq o'ylab ketmayman shaxsan men. Unda ortiq o'ylaydigan
işimi yo'q, shunga qabul qilma. Siz abam to'y qilib ketdi dedingiz-ku. Dadashmi bay shunami? Ba. Shikis bizlar birga turdi, shundan bizlar birga turdik. Ondan sonra onda uşaq işler mən qabul qıla alayım. Mən üçün o işlər kiçik işlər. Mən özümni göz qarşım dep ötsəm, mən əmdilik manda qaraymaçu. 5 yıldan keyin məsələn çoğlarla bir turğan vaqtda bizə qançalıq yaxşı muamele qilib, çoğlarni biz özümüzün apısıdək gəlib, qarşı tərəfinin apısımızın apımız bolduğu. Qanç yaxşı muamele qilib özümüzün apısıdək körsəkmi, məlum bir yəldim, məlum bir məsələn uşaqça işlər cəhətdən bolsun və ya ki başqa cəhətlərdən bolsun, bizim bir işlərimiz yaxmay qilib, o'ttirliqdaylik ziddiyat paydo bo'lib qolishini xohlamayman-ku. Meningcha bo'lganda men bu ko'z qarashni to'g'ri deb qaramayman. O'zaro mushaqdagi tafakkurimizni qo'yib turib parvoz qildiraylik. Endi inim siz inovatlik kartı bijirib baqqanmı? Masalan, oldin pulni elib ishlatib, keyin qaytaradigan bijirib baqmaganmi? Bu haqda tushanchangiz cho'nqurmi yoki ancha qiziqmamsiz? Cho'nqur emas, lekin qiziqmayman. Undaq bo'lsa, mushu ko'pchilikning mushaqdagi qonun savodini o'stirish uchun men Portugaldan bir savol so'rab beray. Ma'lum bir yigit yaqin do'sti qiyinchilik uchraganda o'zining nomidan inovatlik kartı bijirib bergan. Do'sti qiyinchilikdan o'tish uchun to'xtamay bu inovatlik kartini ishlatib, qarz qilib, oxirida bo'lsa kart tizimlikka kirgizib qo'ygan. Endi bu yerda bir masala kelib chiqdi. Ya'ni birga kart tizimlikka inovatlik kartı bijagan bola tushib qoldi. Ham bu qarzni mo to'lab o'tish kerak. Bu yerdagi mas'uliyat zodi kimda bo'lishi kerak Portugaliyada? Mushu kartdagi pulni gerçi bu qaza uchun og'inisi ishlatgan bo'lsa-mu, bankaga mush pulni qarz to'lash majburiyati yanala mush kartaning egisida bo'ladi. Chunki ayni vaqtda mush kartani bijaganda, mush karta bijaguvchining inovat ahvoli, masalan, ishonchlik ahvolida shuna surish chiqib turib, o'ziga to'xtamlashib, ondan bu karta bijirilgan. Şununla bu pulunu qaytarish majburiyati şu kartaning egisida bo'ladi. Endi bankaga bu qarzni qaytarib bo'lgandan keyin, bu bola o'zining og'inasidan pulni qaytarishni talab qilsa bo'ladi. Amdilik atrofimizda mushlar ahvollar jiq, mushlar az to'la sud mahkamalarida mushunga o'xshash talab-tortish shakllangan da'volarmi bor. Menimcha bo'lganda hamda bu inovatlik qarz olish kartasi hamda shu bank tarafdan shu kishiga berilgan ishonchisiga asosan shu bergan karta bo'lgandan keyin bu kartani amal bor o'zi ishlatsa, boshqalarga bermasa, bushta ko'ngilsiz ishlar bundan keyin texmo oz bo'lsa deb qarayman. Rahmat Portugaliyada. Xo'sh, Dilmurod aktyorlik kasbida o'qiyman dedi. Ham o'zining oilasi haqida, qiziqishlari haqida az to'xtalgan bo'ldi. Qizlarmi o'zining oilasi haqida, ham o'y xayollari haqida Dilmurod bilan muңdashgan bo'ldi. Biz tunji qitimliq chiroq o'chirish bosqichiga kirsak bo'ladi. 3 2 1 Hozircha ikki chiroq siz uchun saqlanib turibdi Dilmurod. Undaq bo'lsa, mening bir taklifim bor inim. Siz usulni yaxshi o'ynayman dedingiz-ku, aktyorlikdan sirt. Burunqidek Birazın tatın degan taklifni bermayman. Hech kimni tatmaysiz. O'zingiz yolg'iz o'ynab beqing, biz sizningki mahoratim bor deb o'zingizga ishongan tarafdan alayligingizni ko'rib baqaylik. Qani, usul. Karal peyveste, sen igizde men beste. Kaşı karal peyveste, sen igizde men beste. Gözlerim yollarımda, kollarımda gül deste. Gözlerim yollarımda, kollarımda gül deste. Elem elem elem, yanı kalkılma. Rahmet. Tizem ama bilek hareketi bekti kadın. Maxsus tarbiya ağamı ya da özünüz yaxşı görüp gelgen mi?
Müşərkətləriniz bir xil şundaq cüşqun çıxdı ya. Muşda cüşqun halətdə turğan aynam səhnədə. Usul oynagandek. Buldu. Ana olsa mən ikinci nömrədən başlap soray. Siz nima uchun chiroq saqlab qaldingiz? Sababini deb bergan bo'lsangiz. Mening chiroqni saqlab qolishimdagi asosiy sabab sizning shu opangizga bo'lgan mehringiz, muhabbatingiz, shu qalbingizdan cho'nqur o'rnagan shu mehr muhabbat meni ta'sirlantirdi. Mush tarafingizga suyunib, shu chiroqni o'chirib etishga qo'lim bo'lmay saqlab qoldim. Rahmat. Endi o'chirib o'tay. Ha? Endi bu ish burun takror bo'lgancha singlim, meningcha sizning chiroq saqlab qolishingizda yana o'ylagan boshqa narsalaringizmi bo'lishi mumkin. Chunki chiroq saqlab qoldi degan gap umid bor. Mush qiz tushib ketish ehtimolligi bo'lganligi uchun chirqini saqladi deb tushuncha bizga shunday uchur keladi. Agar saqlamaydigan ishingiz bo'lsa, boshida o'chirib yotsangiz bo'laveradi. Xo'sh, saqlab qolish degan biror qilib qolgan yoki so'raydigan savolingiz bormi? Mening izchil Urumchida turish xiyolim yo'q-ku, necha yillardan keyin yana yurtim qaytib ketishim mumkin. Chunki men bu uyning cho'nchu, uy ketmasam bo'lmaydi. Bu jihatda qanday hal qilsiz? Sizning yurtingiz nima? Ko'rla. Ko'rla. Men Aqsuda. Demek yo'g'ini hamda ko'rlig'a men bilan birga berish imkoniyatingiz bormi demakchi? Yo'q. Onda bo'lsa, o'chirib bo'ldi kechiraqni. Bo'ldi. Ayzada? Birinchidan mening chiroq saqlab qolishimdagi birinchi maqsad bo'lsa, ikkimizdan bir san'atning odamlari ekanmiz. Mushuni asosli tutdim. Andan keyin mening so'raydigan bir savolim bor. Masalan, men balning cho'ngi, mening yana singlim ukam bor. Ikkimiz masalan hozir mushadan o'ngishliq chiqib ketib qolsak, masalan hozirgi vaqtning o'zida yoki bo'lmasa yaxshi yurib to'y qilgandan keyin siz dedingiz cho'nglar bilan birga turma deb. Shu jarayonida mening singlim bilan ukam ular yana shu o'qiydi, oliy maktab o'qiydi. Taki xizmatga chiqchi bo'lgan ularning turmush xarajati yoki bo'lmasa u kichik cho'ng deganda xarajatlarini cho'qim ko'tarishim kerak-ku. Shunga siz yordam qilishni xohlamsiz? Albatta xohlayman. Bo'ldi. Qanday yordam qila olasiz masalan? Masalan, Ayzada uyning cho'ng emasmi? Uning uydagilar yashnab qapti. Undan keyin keyinda singlisi enisi bor ekan. Onun bo'lgan ekan uydagilar uni eg'ir kelib qoldi. Hammasini demasimi o'rtaq chiqarishni xohlayman. Sizning cho'nglaringiz mush masalaga qanday qarasizcha? Meniki to'g'ri qaraydi. To'g'ri qaramdi. Bo'ldi. Endi chiroqni davomli saqlash yoki o'chirib o'tish huquqi dastlabda Ayzadamda bo'ladi. Qanaqa qilsiz Ayzadam? Saqlab qolma. Ma'qul. Endi Dilmurod enim, siz uchun chiroqni saqlab qolgan Ayzadamni qo'lidan tortib sahna o'tirib olib kelsangiz bo'ladi va yoki boshqa o'y xiyollaringiz bo'lsa, chiroqni o'chirib yetib qaytsangiz bo'ladi. Mana nimasi? Ayzadamni chiqtirayotmang yana, shundaqmi tortdingiz qo'ldan? Ayzadam? Uni biz qo'lini chin tutish deymiz deb qo'ysak. Qo'lini chin tutish. Ayzadamni men sahnada bir mazgil turamdikin deb o'ylabdiman. Ajab qiziqchidigan onalardek bo'lib qoldimi? Ayzadam naqshini bek chiroyli aytadi, tafakkuri bek ochiq, aqlli qiz. Dilmurodga bo'lgan tushunchamiz hozircha bek cho'nqur deyamaymiz, tezroq. Dilmurod bundan keyin qanday nishonlarni bekitadi, qanday taraqqiy qiladi, bularni o'qimaymiz. Ayzadam tavakkul qilib yiqishni xohlamsiz? O'zingiz xohladingiz, ha? Bo'ldi. Muborak bo'lsin. Chiqqanlar qo'l tutishib sahnamizdan tushib ketish oldida turibsizlar. Oldi bilan Ayzadam singlim sizga Shinjang Bergnas xalqaro savdo cheklanish shirkati ta'minlagan bir dona oltin uzukni ko'rish sovg'asi sifatida taqdim etamiz.
Dilmurad enim sizga so'g'itimiz bor, u bo'lsa-mu Xinjiang Pillin savdo cheklik shirkati hamkorlashgan Xinjiang Shoxlan savdo cheklik shirkati Sanxing markasidagi oila elektr saymanlarini top tarqitish markazi ta'minlagan tok qozon. Rahmat. Bu so'g'atlarimizning yana davomı bor. Navada ikkinlar program guruhimizga o'ylanish xitinglarni ta'minlab bera olasanglar, undaqda Xinjiang Fasl xalqaro savdo cheklik shirkati ishkanlarning Sanya Shirnay sayohatinglarning barliq rasxodlarini o'z ustiga oladi. Xinjiang Pillin savdo cheklik shirkati hamkorlashgan Xinjiang Shoxlan savdo cheklik shirkati Sanxing markali oila elektr saymanlarini top tarqitish markazi yana sizlarning to'yinglarga atab bir bo'lsa tammash bir bo'lsa munch sovuq qiladi. Xumar nima dedingiz? Bir tapimma naq maydonda o'zi hisob qo'ysin. Shayxima muhabbatini ifoda qilsa biz men xotirjam bo'lamiz emasmi? Mayrada. Qanaqa qilsiz, Murat? Bo'ldi. Ha. Menzilimiz uzun, bo'lsin hayli. Niyatlarimiz o'chib ketmasin. Aramizda qaydash. Qaysi qo'liga silishni qamay qilyotdi a? Qaraganda Dilmurad dehay bu hayotida bir qizning qo'liga uzuk sap baxmagan chiqay. Dilmurad bir qizning qo'liga uzuk sap baxqanmi? Tunji qitimliqmi? Bizning elchi programmamiz nurg'un tunji qitimliqlarga maydon hazırlab berdi, guvohchi bo'lib berdi. Ba'zi yigitlar hatto bir qiz bilan aralashib baxmagan holatda sahnamizga chiqdi. Albatta qizlarning ichidami unda qizlar xeli ko'p salmoqni egallaydi. Bo'ladi, chiqqanlarga baxт, omad yor bo'lsin. Rahmat. Eng muhimi azarsiz baxtga olishinglar. To'salg'isiz baxtga olishinglar. Marhamat. Yüreğli biz toy qilg'ich. Yaxshimisiz ko'pchilik, biz hozir elchi programmasidan tushdik. Mening elchi programmasiga chiqishdagi maqsadim bo'lsa, o'zimga bir yaxshi loyiq tepib, keyingi turmushimni baxtli o'tkazish uchun chiqqandim. Mana hozir Ayzoda bilan so'zish orqali jupimni topdim. Yaxshimizlar ekran oldidagi ko'pchilik, mushu elchi programmasi orqali men sahnada turib, Dilmurad bilan paranlashish orqali o'zimning bu ishimizning birinchidan kasb jihatdan shunda o'rtoqlik taraflarimiz bor. Ikkinchidan bo'lsa bu bolaning mijozi, anadan keyingilikka bo'lgan ko'z qarashlari shunda yoqtirdim. Shuning bilan Dilmurad ishimiz sahnadan qo'l tutishib tushdik. Ishonamanki, kelar yili mushu vaqt emas, buningdan baldur cho'qim sayohatga boramiz deb o'ylayman. Qizlar, chiroyli bir do'stinglar bilan xo'shlashdinglar. Dağıdığısız xo'shlashib qoldik. Balkim sizlarning hammanglarning ko'nglinglarda Ayzodamga deydigan nurg'un gaplaringlar bor. Aytmay qo'ydinglar. Sahnadan tushgandan keyin aytib elinglar. Ayzodamning baxtli bo'lishini hammamiz bek orzu qilamiz. Ayzodam bilan xo'shlashgan hissiyotimiz uchun bir naqsh keltiraylik. Ajab, chidamay qoldimmi Ayzodamga? Qani ko'pchilik birlikda naqsh anglaylik. Caza görmedi.
mavidek yüzleri Biyuş kıldı mini şirin sözleri Anda çolpanın ahu gözleri Herkül buldum yarın ot köymedi Aşık güzelledin vapa görmedi Bağrı yara buldu dava görmedi Aşık güzelledin vapa görmedi Bağrı yara buldu dava görmedi Bağrı yara buldu dava görmedi Naqshini anglab bo'ldik, Ayzadamning muzitib bo'ldik. Endi Ayzadamning o'rniga kim chiqdi qarab baqaylik. Yaxshimisiz singlim? Yaxshimsizlar, mening ismim Xayrigul, o'zim Xotandan Urumchida ishlayman, kiyim-kechak kasb bilan shug'ullanaman. Necha yoshga kirdingiz? 22 yosh. Bo'ldi, qarshi olamiz Xayrigul. Rahmat. Qani qizlar, hamda ekran qaraylik. Bu qitim kim chiqdi? Yaxshimsizlar, ko'rinman do'stlar. Elchi programmasidagi go'zal qizlar. Men Pichan Naysidan kelgan Sattarjon bo'laman. Bu yil 31 yoshga kirdim. Kasbim Navoiy. Eng cho'ng orzuyim yaxshi loyiq tepish bilan birga ota-onamni oxiri umrgacha boqsam deb o'ylayman. Programmaga kelishdagi maqsadim meni qo'llaydigan bir yaxshi qiz bilan tanishish. Rahmat, Sattar, salomingiz bek o'zgacha. Keling. Nimishki qo'lg'u miyada turish to'g'ri? Bu qo'l miyada? Bu endi adab axloqniki odatdan burundan mana salom qildi-ku. O'sha salom qilamda? Bo'pti, bu Sattar salom o'xshaydi. Dabir okam batdi-chu. Ha. Shu endi damliq usulchi endi u. Ha. Shunaqa usul kasb bilan shug'ullangan bir akangiz to'g'ri salom qoidasi ma'lum deb o'rgatdimi? Ha. Usullarda ma'lum bir harakat o'lchamlariga tushib qolganda qilgan bo'lishi mumkin. Turmushda biz siz tunji qitim ko'rishimiz sizning salom shaklingizni. Bo'pti, bu bir aslik keling. Esimizdan chiqmaysiz. Kim deydi sizga mendaq salom qilgan bola ismi Sattar deb mana esimizda qoldingiz. Sattar nima ish qilsiz? O'zim kasbim Navoiy. Navoiylik qilsiz. Bundan ilgari qatnashgan Navoiy bolalarninki qismlarini ko'rganmidingiz? Ko'rgan. Nijat deb bir bola-ku. Ha. Necha inson chiqdi u? Osh bolani Nijat degan. Chach. Chach. Siz. Chechina. To'g'ri. To'g'ri. Men otadan bor bola-ku. Ha. Osh bola. Osh bola ta'sir qildi. Nandongzoni kashf qilgan. Siz kashf qilgan uni. Undaq bo'lgan bugunmi Sattar uchun bir harakatni o'ylashib qo'ying, ha, Ali. Xo'sh, Sattar, demak shu Nijat sizga turtki bo'lib sahnaga keldingizmi yoki uningdan burunmi qatnashib beqish istagangiz bormi? Undan burun qatnashdan xayolim bor edi. Shu anda nechiqdim ikkilinib. Ganash do'stim desam, u bu deb meni ilqini quvvatdi-chu. Ha. Deychsan, sening bir yo'l menda qizlar emas, ular bir yo'l mengamsa, ikki yo'l mengamas. Endi agarcha sen tillamay qolsa, do'st birodar urug'ni qo'llaring oldida qanaqni qilsa deyildan bor. Endi bu qitim qat'iy niyat bilan chiqib qo'ydi. Bu sahnaga odatda oldirib milbal chiqolmaydi-chu. Yurgi odam chiqolaydi, bu yerga niyatmi? Jiq bolaning chiqisi bor bu sahnaga. Shu anda tavoza degandek men o'zim bir sinab aqdanga endi. O'zim yurgi naychilik. Men burun buni sahnaga chiqib boqmagan. O'zim bir sinab aqaydi. Rasqoras mana. Degin ras Sattarning yurgi bor odam chiqdi bu sahnasiga deb. Do'stlaringizningki sizni ansirtish uchun va yoki qandaq bo'ladi deb tushkunlashtirish uchun degan ba'zi gaplarga quloq solmagan yaxshi. Mana bugun quloq soldim endi buqdim ishkim dimdim-chu. Endi desam ishkim dimdim. Deputat qolsam endi bu deb qilib qo'yaman chiqishni men qiziqligimni qilyapsa. Ha. Navoiyxoningiz nada? Navoiyxonni hozir o'tkazayotdim. Hozir yolg'iz yetishib bo'lamay. Endi qaytadan o'rin izlayapman.
Hozir o'rin izlash bosqichidami? Odatda yoqadigan nonlaringizning turlari qanday? Hozir odatda limnon yoqma, bozorni yoqma, yozirnon, xosandan shu hozir 5 xil non yoqma. Meyg'iz turdagi nonlarni ko'proq yoqadi ekansizda siz. Hozir ishtikmi undaq nonlarning? Bozor ittik. Men sut nonlarning bozor ishtikmikan deb o'ylaydi ekanman go. Endi hozir necha vaqt ichayotgan dukanimning bozori bek ittikda, o'zim yolg'iz yetish bilaman, yordam ishlar adam yo'q. Otam lapam bo'lsa yezda. Men o'zim shahar turman. Siz nereden? Men Turpandanmi? Pichandan. Bozordagi uyim Turpan shahar ichida, yezdagi uyim Pichandan. Agar ma'lum bir nomzod bir qizni to'g'ri ko'rsangiz, o qizni Turpanga ketamsiz? Endi Turpan keyin bor desa Turpanga olib ketma. Yoki Urumchi turma, Urumchi berish qilin bor desa, yana Urumchida. Qani, fikr almashtirib beringlar. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Xush keldingiz. Siz o'zingiz oila birla bolami? Biz 3 bola. Apa dadangiz bormi? Bor. Navoiychilikdan boshqa kasbingiz bormi? Navoiychilikdan boshqa kasbim yo'q, shu non yoqma, somsa yoqma. Abay dediniz, mana shu kelgusi jo'ram bo'lsa, shu yabamiz Turpanda turmiz, yabamiz Urumchida dedingiz. Masalan, bu jo'rangiz Urumchikmi bo'lmay qolsa, boshqa yurt bo'lib qolsa-mu, shu boshqa yurtga ketamizlar, mana shu jo'rangizni yurtiga masalan. Men hozir o'yining kichik o'g'illarning shuna bo'lgandan keyin ham biz o'yining kichigiga nisbatan ota-onasini biqib qilish majburiyat bo'lganmizmi? To'g'ri, otani beqish balon majburiyati uni bilman. Shu otangizni birga ilib ketsa shunami? Shunaqa. Masalan, ayolingizning kasbi bo'lsa, tijoratchi bo'lsa, ayolingizning kasbini shu qilg'izamsiz yoki qanaqasiz? Kasbini qo'llayman. Qo'llamsiz. Lekin turmush bo'lgandan keyin yana shu navoiylik yabamiz samsbazlik qilamsiz. Endi turmush bo'lgandan keyin agarchi endi ayolim men navoiychiligim yoqtirmasa, buni qilmang. Endi o'z shaxsan o'zi yoqtirmay qolsa, boshqa ish qilmaydi deydi qolsa, men kesib o'zgartman. Kesib o'zgartisiz, shunami? Magipon bo'lmadi. Kasbdan voz kechish degan. Bu kesib degan Zulxumar qiz bir o'ldi. Kesbim navoiychi, yana boshqa kesbingiz bormi degan bir beymani gap bu-ku. Kesib degan odamning birli bo'ladi. Hech kim ikki kesib bilan shug'ullanmaydi. Ikki kesib bilan shug'ullanish ham bir kesib ayxo bo'ldi. Ham ikki kesib bilan shug'ullanganlar hargiz yutib qozonolmaydi, mumkin emas. Bu xuddi quduqdan suv ko'lagandek ish. Biz quduqni cho'nqu ko'laymiz. Yerim ko'lab, mingni ko'lasangiz suv chiqmaydi. Bijni cho'nquroq ko'lasangiz undan suv chiqadi. Kesib degan bir bo'ldi. Kesbim ma'vu desa, yana boshqa kesbingiz bormi desangiz, bu bir yillik beyman savol. Kesib birli bo'ldi. Ham sening to'y qilganimni, ma kesbim yaxshi ko'ramiz, kesib almashtirman deganing bu texmi bir bu gaping bo'lmadi. Sen bir hamda sen bir odam. Sening har qanday bir odam uchun zarur bo'lmagan qurbonliklarni berish majburiyating yo'q. Tushundingmi ya? Tushundim. Bularni ayoling yaxshi ko'rmagan bo'lsa, bu ayolingdagi masala bu. Sen ayolingdagi masalani o'ngishmay, ayolingning masalasiga ergishib, o'zing bir masala paydo qilib olsa, kesib almashtirsan. Bu asli ayolingning masalasi, kesbingning masalasi emas. Sen navoiylikni yaxshi ko'rmaslik, bu navoiylikning masalasi emas, ayolingning masalasi. Sen bu ayolingning masalasini o'ngishmay, u masalaga moslashib Mansan bulamdı. Töt sazcılık etip bir kayıp geçse, kayıp ketkin anın masışamdı, ya emiz ha kayıp ketkin masışamdı. Şuna bak sen kesbini yaxşı göremse, yaxşı görmemse aval. Ben birincinin kesbini özlemini kesbini yaxşı görmem. Boldu. Her kişinin birinci xotunu kesip. Tushundingmi mı ya? Tushundim. Birinci xotunu birinchi xotini desam yana olib ketmangsiz. Simol xarakterlik. Nurg'un aka qarindosh do'st birodarlarni ko'rdimchi, kesib jihatda kelishib bulamay, oilasi yaxshi bulamay. Mayli. Unchalik qurbonlikni bamsa kesib qozon qilinmaydi. Odam cho'qim badal to'laydi. Endi kesibin deb nurg'un uning bilan qari bo'lmasin.
Kesbing cho'ngto. Aman sening kesbingni yaxshi ko'radigan yana birisi chiqadi. Agar o'zing yaxshi ko'rmasang kesbingni, bu yana bir hikoya. Tushundingmi ya? Ama o'zing yaxshi ko'rib turib, boshqa birisi uchun sening kesbingni almashtirish bu bir ahmoqonlik. Qarshi tarafdan turib qo'ysa. Sen birov uchun mush kesbingni almashtirsang, u seni tashlab ketadi. Mush gibi inson tursin. Tushundingmi? Masalan, yaxshi ko'rish. Sattar, kasbingizni yaxshi ko'rgan qizlarchi, hamon Navoiyxonning oldiga berib non yeydi. Tushundingizmi? Sizning kasbingiz siz nomus qildigan yoki siz turmushlik bo'lishning oldida besim qildigan, ayol kishi ko'zga olmay qolarmi, mening kasbim uchun to'y qilishda yaltayib qolarmi deydigan kasb emas. Bu yaxshi kasb. Tushundingizmi? Tushundim. Masalan, yaxshi ko'rishda qurbonlik berish yo'qmi, Alimalim? Hozir kasbing uchun qurbonlik ber dedingiz-ku turmushda, shunami? Biz har qanday bir narsa qurbonlik bergan vaqtda biz to'lagan badali bilan erishgan narsani o'lchaymiz jingda. Bizning erishgan narsamiz to'lagan badalimizdan ozroq qolsa, bu xil badalni biz to'lsak bo'lmaydi. Ammo bizning erishganimiz to'lagan badalimizdan jiq bo'lganda, bu zarur badal deb atildi, buni to'lashga bo'ladi. Endi ma'o inimizning masalasida u kesbini qurbon qilib, o'zining bir yaxshi ko'radigan bir qizining bu kesbni yaxshi ko'rmaganlik uchun kesbini qurbon qilishi bu nimasi to'lagan badal erishgan narsadan nechasi jiqib ketadi, bu bir ahmoqonlik deb qaraymiz. Masalan, endi ikkimiz yurib qolgan bo'lsak, men bir tijoratchi, lekin Navoiychi yo'ldoshimning bo'lishini faqat xohlamayman deb o'ylasam masalanga. Men sizni yaxshi ko'raman, siz meni yaxshi ko'rsiz. Endi ikkimiz bir to'y qilaylik deb turgan chog'da siz kasbingizni almashtiring desam almashtirmamsiz. Chunki siz menga ishonasiz, ishonib turib, endi siz men uchun ashuna qurbonlik beramamsiz. Nim degan ko'p-a? Agar anglamasak, ba'zilarini uqimiz, ba'zilarini huquq doirasida bormidi, yo'qmidi deb o'ylab qoladik. Rahmatchimi Fatgulada? Fatguladan bizga hamdamda bo'lib, biz bilishga tegishlik, hatto ilgari anglab baxmagan nurg'un jihatlarda bizga yaxshi maslahatchi bo'lyotdi. Uqdingizmi? Mush huquqlarda sizningmi bor, mening bor, hammamiz bor baravar. Bak go'zal jamiyatda yashayapmiz. Xo'sh, dadillik bilan fikr qilgan qizlardan so'raydiganingiz bo'lsa, mening jiq savolim yo'q, endi men o'zim kasbim Navoiy. Endi men kasbimni qo'llab bera oladigan, qabul qila oladigan, qabul qilsa, qo'llab bera olsa shuna qizlar bo'lib qolsa men fikrlashib baqsam bo'ldi. Yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Bu yil qancha yosh kirdingiz? Bu yil 29 yosh kirdim. To'y qilganmi? Yo'q. Unda ikki mesela to'y qilib qolsangiz nada o'tisiz? To'y qilib qolsam Turpanda. Gapim tugdi. Sattar, masalan, sizdek to'y qilmagan-ku, to'y qilib ajrashgan, farzandi yo'q va yoki to'y qilib ajrashgan farzandi bormi deylik, ashunda qizlarni qabul qila olamsiz? Qabul qila olmayman. Qilamamsiz? Qila olmayman. Cho'qim to'y qilmagan bo'lish kerak, shundaqmi? To'g'ri. Bo'ldi. Qizlar, birinchi bosqichlik chiroqni saqlab qilish va o'chirib bosqichiga kiraylik. 3, 2, 1, boshladik. Chiroqlar o'chib ketibdi. Nima vajidan o'chib ketganligi haqida Bunun nimishqa o'chirayotganini menga ko'rinib turgan ekan, bilinib bo'lgan ekan. Bular gaplarimiz yolg'on bo'lgan ekan, sababi shunga qarayman-da. Yolg'on emasmi, o'zidan olib boqaylik. Bilma, bu yolg'on gap. Nimishqa o'chirayotdingiz? Sababi Navoiy bo'lganlik uchun. Rost dedimi, yolg'on dedimi? Yerim rost. Urumchida o'y tutmayman deganlik uchun. Urumchida o'y tutmayman deganligi uchun. Hanizda bir qator to'y qilgan qizni olmayman deganlik uchun. Rostmi? Men qiz rost gap qildim. Rost gap qildik. Ha. Xo'sh, yana-chi? Men nisbatan yosh farq cho'ng deb o'ylab shuni o'chirib o'tdim. Yosh farqinglar xeyli cho'ngkan deb his qildingiz-da, 29 yosh. Siz yerim rost, yerim yo'q. Men shu qarsam siz bayam bir to'y qilib ajrashgan qizni qabul qilamsiz degan qilolmayman hamda deb uturlamchu. Andan mening bu yeshimizda ben bu bal qaragan cho'ngga shuni qabul qilolmaydi deb shuni o'chirib o'tdim. Rost. Yerim rost.
Yerim rost. Qanda o'z puti rost bo'la ali. Anglab baqayli. Qanda bo'z butun rost bo'ladi. Rost gap pishirgan odam nayt o'ng'ayslantirdi. Shunga rost gap qilmaslikmi u xato emas deb qaraymiz. Ba'zi ko'ngillar yasha. Ha, xato emas. Madaniyat saviyasi hamma jihatdan ma'mas kelmaydi ekan deb o'yladim. 70% rost. 70%. Madaniyat saviyangizni anglab baqayli Sattar. Biz Madaniyat saviyam Jongjan. O'ttir texnikum. O'ttir texnikum. Xo'sh, Sattar. Siz bugun alk sahnasidan utuq qozinaman deb o'ylaganmidingiz yoki shundaq chiroqlarning o'chib ketishini faraz qilib baqanmi? Ben çokum o'tib qozonsanki deb chiqmagan. Endi hozir aytayman dedim. O'zim sinab chiqish uchun chiqqancha. Endi do'stlaringiz sizga ko'rdingmi Sattar? Sen bilan bir yo'lda mangadigan qizlar chiqmay qoladi desak ishonmading deb qalsin nim deb javob bersiz. Çokum o'tib qozonma deb chiqqan emas. Ularga burun deb deganman. O'zim sinab baqdan chiqmayman debchi. Ularning qoyliqidek javobim bor so'rab topasam. Hayatın hem de müşü kızlarının rad qilish sabablarini angladın. Her bir sababini anlaganda çok olmaylık bir kalbinde bir narsa vıj qilib tegidi odamga-ku. Senda qanday hissiyat oldu? Hech qanday hissiyat bo'lmadim. Hech qanday hissiyat bo'lmadim. Hech qanday. Hech qanday. Endi bu qizlar ish qilsa chiroq saqlamasınmı shu ish hech qanday bir xil ko'nglim olib ketmadi mencha. Ben burun bu jihatdan tayyorli holat chiqqan. Eng asosiysi shu o'zimniki 8-10 mushkamchi 8-10 qiz bilan qort ko'p o'zim bundan sahnaga chiqib gap baxmagan. O'zim sinab nimasal chiqqan. Shuning uchun endi ancha bek ko'nglim jiq o'ylab ketmadim. Qanday oldu ekan o'zini sinab chiqsa? Yo'q shuniki shu mayoq sahnaga shu. O'ylaganingdek qo'rqinch emas. Ama o'ylaganingdek go'zal emas. To'g'ri. İş bo'lmaganda Sattar dastlabki chiqqan jiddiylashgan holatlardan hozir xeyli o'zini qo'yibdi. Bo'pmi oxirgi natija garchi Sattarga nisbatan balki yaxshi ish bo'lmasimi, lekin faraz qilgan deyish bilan o'ziga tasalli topib Endi rad qilinish yuz berishdan burun qo'rqinish tuyulgan bilan rad qilinib bo'lgandan keyin odamda yengillik paydo bo'ldi. Şu nurg'un qizlar masalan ayrilib ketishdan burun shundoq qo'rqaydi ayrilib ketishdan. Ayrilib ketib shundoq ozodlik qildi. Bu mu bir xil funonlarning almışdan çekildi. Şu an nurg'un vaqtda funonlar shundoq ko'pa ko'rindi. Ammo u tozlangandan keyin, his qilingandan keyin cho'tsa, odamda bir xil rahatlik bo'lgan keyin. Sattar, siz sahnamizga chiqqandan keyin yadingizda bo'lsin. Mayli bundan keyin chiqsangizmi, siz bir turli kasbingizga bo'lgan suyishingiz, yaxshi ko'rishingiz, kasbingizdan faxrlanadigan tarafingizning qo'shib olib chiqqan bo'lsangiz, sizda eng avval kasbimni yaxshi ko'rmay qolarmi deydigan vasvasa bo'lganligi uchun qizlar ochiq ifodalasa, balkim sizga nisbatan adolatsizlik. Lekin siz boshdan oxir bek yaxshi ko'rma deb o'zingizga ishongan holatda turgan bo'lsangiz, balkim qizlarning kasbingizni yeklashi yoki kasbingizni to'g'ri qabul qilmasligi sizga hech nima bo'lib tuyulmagan bo'ladi. Shunga har vaqt yodingizda bo'lsin. Siz yaxshi ko'rganni yaxshi ko'radiganlar va yoki qo'llaydiganlar atrofingizda barbara ko'paydi. Bu sizga bog'liq ish. Tushundingizmi? Hargizmi kasbning o'zidagi masala emas. Dunyoda nachar kasblar va yoki bo'pmi boshqalarga naf berayotgan umumga yaxshi kasblar ichida nachar kasb yo'q, to'van darajadagi kasb yo'q. Hamma kasbning ulug'vorligi bor. Siz mushi degan cho'qim turg'izib yiqing. Billah. Xo'sh, quruq qolishib ketmang. Shinjang shifr biotexnologiyasi ta'minlagan shifr markaliq energiya quvvat yurishligini sizga sovg'a qilaylik. Rahmat. Endi bu da yana kelishga jur'atingiz bormi? Kelaqtim cho'qim chiqma. Chiqamsiz. Chiqqan vaqtda ikki talabim bor. Birinchisi, hozir aytganimdek kasbingizga bo'lgan muhabbatni qo'shib elib chiqing. Ishonchni qo'shib elib chiqing. Kasbingizni boshqalar hurmatlasin desangiz, eng avval o'zingiz suyung, hurmatlang. Ikkinchisi, menga meg'izdan og'ash chiqing. Bo'ldi. Ma'qulmi? Bo'ldi. Rahmat. Xo'sh hamsa. Xo'sh. Yaxshimisizlar do'stlar? Men hozir sahnadan tushdim. Elchi programmasida qatnashishga maqsadim bo'lsa, men o'zimga mos kelgan loyiq izlay deb chiqqan, lekin qizlar bilan
Gapimiz bir yerden chiqmoqligi uchun men sahnadan yolg'iz tushib ketib qoldim. Lekin men buningdan afsuslanmayman. Ikkinchi qitim men yana cho'qim chiqaman. Sattar bilan xo'shlashdik. Sattar his qildi yoki qilmadi. Balkim sahnada his qilib bo'lmagan bo'lsa, mushu programma qo'yilgan vaqt his qiladi. Sattar uchun chiroq saqlab qolg'isi bor, bir ikki qiz batdi. Sattar o paytlarni o'tkazib yetib qoldi. Hayot mana shunday fursatni gohida tutalash bilan, gohida tutamaslik bilan odamga o'xshamagan natijalarni beradi. Balkim hayotning ahamiyati qiziqmishadi bo'lsa kerak. Qadrli ko'rman do'stlar, programmamiz oxirlashdi turibdi. Chiroyli qizlar, quruq qo'l qaytmanglar. Sizlarga Şinjan Bergnas Xalqaro savdo cheklik shirkati ta'minlagan mukofotlar bilan Şinjan Tilsimat Qrim buyumlar savdo cheklik shirkati ta'minlagan xushpurak atirni sovg'at qilamiz. Qadrli ko'rman do'stlar, elchi programmamizning tajidorligini o'zgacha tanqid qilari bilan iste'molchilarning olqishiga erishib kelayotgan Şinjan Cho'ngustam yemak ishlab chiqarish cheklik shirkati o'z ustiga olgan. Şinjan Fasl Xalqaro savdo cheklik shirkati programmamizni alohida qo'llagan. Kelar hafta ishiginglarni chekamiz muhabbat uchun, rishtini rishtalarga bog'lash uchun. Kelar hafta ko'rishaylik, xayr xo'sh.